PPS xodimi, bilmayman otlarini mana. Boz patrul xizmati safida hisoblaydi. Hozir men dastavkamni berayotgan joyimda mana Yandex nakleykalari bilan 1 minut, 2 minut to'xtagan joyimda menga shtraf yozyaptilar. Maqsad nima? Pul sug'urishmi, kambag'aldan? Sizdan pul so'radimi? Hurmatli haydovchi. Endi davlat hisobiga-da, mendan pul so'ramayapsiz, davlat hisobiga. Boy bo'lamizmi? Boy bo'lamizmi? Boy tirikchilik qilishga qo'yasizlarmi? Ha? Tirikchilik qilishga qo'yasizlarmi? Hurmatli post patrul xizmati xodimi. Tirikchilik qilishga qo'yasizlarmi? Qo'yasizlarmi? Siz ohangingizni tuzating. Hurmatli haydovchi. Men ohangimni tuzatib bo'lib ketaman. Nima qilishim, endi sizga mansab berdim, men oyog'ingizga yiqilishim kerakmi? Men sizga qanaqa ohangda gapiryapman? O'zi bosib olib, qo'rolib o'ziga qaratmasdan. Men qarang, qo'yib yuboring mana tirikchilik odamni. Siz qo'yib yuboraman deyman, uzrimni so'rab ketaman. Siz aybingizni tan oling, men qo'yib yuboraman. Hop, aybdordurman. Men dastavka berdim deyapman. Yo, shuni tan olmaysiz. Aybdorman, dastavka berdim deyapman. Siz buni tan olmaysiz aka, siz aka. Tan olganda nima o'zgaradi? Menda nima o'zgaradi? Endi mansabdor odamga iltimos qilaverisham jonga tegib ketdi-da, haqiqatdan. Odam aytmoqchi, bo'yni egish kerak. Bo'yinni qonun oldida egamiz gap. Endi har bitta siz ham menga o'xshagan fuqarosiz. Fuqaroman mana. Mana kira qilmayapsiz. Hammani oldida ham yalinuverish jonga tegib ketdi. To'g'risi. To'xtagan joyda kelyapsizlar-da, to'g'risi. Nima qilaylik biz ham? Dastavka berishimiz kerak. 200 metr nariga borib pishkon qaytib kelaymi? U yerda ham pul to'lash kerak.